Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi obyektimiz ham bitdi. Mana bu yog'i 12 metr. 12 metr. O'rtada ustun yo'q. Ichki qori u. Eniga 6 metrlik. Mana ko'cha tomonini videosini tashlagandim. Oldin qilib bergan edi. Hech qancha bo'lmadi, yaqinda qilib berdim. Mana endi ichki yari tomonida taxtadan edi, taxtani buzib mana bu yog'ini ham davom ettirdik. Bunaqasiga 6 metr qorimiz, 6,5-7 metr. Eniga 12 metrlik firma tushdi, bir sikatli. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin, bemalol mana doimgidek materialimiz konteyner material. Mana bolalar tunikasini qatirib tushdi mana xudo xolasa. Mana. Bu darvozani u yog'i ko'cha taraf, bu yog'i ichkari tomon. Uzun katta magazin qilaman deyapti. Mana bitkizib berdik xudo xolasa, chiroyli bir holatda. Tunikasi bor edi, taxtadan bo'lgan ekan bu yer naves. Teshiklar ko'rayotgan bo'lsalar, o'zini tunikasini o'ziga qoplatib yubordi. Mana. O'rtada ekoqirg'oqda ustun bor. 7,5 metr joyda mana ustun bor. Xudo xolasa shiviller, konteyner shiviller nimamiz 8, bunaqasi 8, bunaqasi 12. Konteyner shivillari lagasdan chiqadi. Tepadagi firmalarimiz konteyner lisidan profil. Mana xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz doimgidek Farg'ona Vodildi sentrida bo'lib o'tdi. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatdamiz.